Alaykum. Quyidagi masalani yechamiz. Hosilani tadbiqiga doir misol. Barcha x larda uzluksiz hosilga ega bo'lgan va f2x teng 2fx tenglikni qanoatlantiruvchi fx funksiyalarini topamiz. Yechish. Izlangan funksiya fx ko'rinishda bo'lsin. U holda f2x teng 2fx tenglikdan f0 teng 2f0 bundan esa f0 teng 0 ekanligi kelib chiqadi. Va f berilgan tenglikdan x bo'yicha hosila olamiz. U holda 2f'2x teng 2f'x yoki bundan kelib chiqadi f'2x teng f'x ga. Bundan quyidagini yozishimiz mumkin. f'2x teng f'(x) bu teng f'(x) taqsim 2 teng f'(x) taqsim 4 teng va hokazo teng f'(x) bo'lingan 2 darajasi n teng va hokazo. Bu yerda n agar cheksizlikka intilganda x bo'lingan 2 darajasi n 0 ga intiladi. Ya'ni f'(x) teng limit n cheksizlikka intilganda f'(x) teng limit n cheksizlikka intilganda f'(x) bo'lingan 2 darajasi n teng f'(0) hosil bo'ladi. Bu yerda x ixtiyoriy haqiqiy son. Bundan kelib chiqadiki f'(x)imiz o'zgarmas son bo'lar ekan. Demak, bundan fx teng bo'ladi cx plus b. B bu yerda o'zgarmas son. f0 teng 0 tenglikdan b ni 0 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, yuqoridagi tenglikni qanoatlantiruvchi fx funksiya cx ko'rinishda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.